Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Bu yil 1997-yildagi 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 18 yilligi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylarida mazkur voqeani eslash, shu kuni hayotidan ayrilgan Uyg'urlarni xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. Faoliyatlar Xitoy elchixonalari oldida namoyish qilish, yig'ilib Uyg'ur masalasini tonishtirish va suhbat yig'inlari shaklida davom qildi. Bu kuni Yaponiyada ziyoratda bo'layotgan Rabiya Qadri xonim qatorliqlar Tokiodagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi va Yaponiya axborotlarining ziyoratini qabul qildi. Amerika poytaxti Washington atrofidagi Uyg'urlarmi 5 fevral Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Bu xildagi faoliyatlar yana barliq Yevropa ellari, Kanada, Avstraliya, Yaponiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya qatorliq davlatlarda o'tkazildi. Yaqında Uyg'ur diyorini bir necha hafta ziyorat qilib qaytgan bir Uyg'ur savdogarning bildirishicha, navbatda janubdagi Uyg'urlarning shimolga safar qilishi zo'r darajada tashlashtirilgan. Uning aytishicha, u Qashqa taraflarni aylanib, Turponga uzum elish uchun kirmoqchi bo'lganda kirgizilmagan. Bir avtobusda kelgan Xitoylarning hammasi hech qanday savol so'roqsiz Turpon shahriga kirib ketgan. Saqchilar janubdan kelib Turponga mangan Uyg'ur tijoratchilarni to'sib qolgan va ulardan kapolat xati talab qilgan. Oxirida Turponlik bir kishi kelib saqchilarga kapolat xati yozib bergandan keyin u savdogarning Turponga kirishiga yo'l qo'yilgan. Boshqa savdogarlar yana kirgizilmagan. 3 fevral tushdan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadri xonim Yaponiya parlamentida Uyg'ur masalasi haqida maxsus doklad berdi va Yaponiya hukumatini Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Rabiya Qadri xonimni oldi bilan Yaponiya bosh vaziri maslahatchilar ishxonasining alohida maslahatchisi Seiichi Ito apandi kutib oldi. Yaponiya parlamentida o'tkazilgan Uyg'ur masalasi haqida doklad berish yig'iniga Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolari, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari va bir qism siyosiylar qatnashdi. Rabiya Qadri xonim dokladida navbatda Uyg'ur eli vaziyati, Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida tutqunda turayotgan Uyg'ur musofirlar masalasi qatorliqlari haqida tafsili to'xtalib o'tdi va Yaponiya hukumatini bu masalaga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Dokladdan keyin parlament a'zolari so'z qilib, o'zlarining Uyg'ur eli vaziyatini yaqindan kuzatib turayotganligini bildirdi. Xotanning ichimlik suv masalasini hal qilish qurilishiga 20 yildan oshgan bo'lsa-mu, navbatda 1 milliondan ortiq kishining yanala ichimlik suyining bexatar emasligi ma'lum. Bu masala yaqinda ochilgan Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyining 5-umumiy yig'inida o'tirib qo'yilgan. Ziyoratimizda qabul qilgan Xotandagi bir qism yerlik fuqarolar o'zlarining ko'l suyi ichayotganligini bildirdi. Oshkorlanishicha, turbu suyi yetkazilgan oilalarga ichimlik suv ko'lda tindirilgan suvdan yetkazildi ekan. Xotan naisi va Qarqash naisining suv ishlar ishxonasi xodimlari yuqorqi nuqtalarni dalilladi. 28 yanvar Xotanning Chiran naisida 2 yordamchi saqchi va bir amalliq mudirini o'ldirgan 3 nafar hujumchining biri Matselim Matkerim u voqeadan keyin loyiqa yezisiga kelib, o'zining ikki tuqqan bir qarindoshidan yordam talab qilgan bo'lsa-mu, lekin qarindosh vaziyatdan qo'rqib yordam qilolmagan. Natijada u o'zi tonimaydigan bir dehqonning qaznaq uyga yoshirinib kirib, bir kecha mo'kib olgan. Uy egasi atisi uni bayqab qilib, ahvolni saqchiga ma'lum qilgan. Natijada Matselim Matkerim tirik qo'lga tushgan. 28 yanvar kuni Xotanning Cheran noyi Bostan yezi tog' kentida 3 nafar Uyg'ur yosh Xitoyning 3 saqchisini o'ldirgan. Keyin bulardan 2 nafari Xitoy saqchilari tomonidan etib tashlangan edi. 2015-yili 1 fevral yakshanba kuni Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyatida jam bo'lgan Uyg'urlar 5 fevral voqeasini eslash qatorliq bir qator mo'l mazmunli faoliyatlarni o'tkazdi. Faoliyatlar jarayonida yana mazkur tashkilot har oyda bir qitim davom qilib kelayotgan oylik suhbat faoliyati o'tkazdi va futbol havaskorlariga lo'nqa taqdim qildi. Shu yer vaqti tushdan keyin soat 2 dan 5 ga qadar davom qilgan mazkur faoliyatni Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyati uyushtirdi. Jamoat mazkur jamiyatning mas'uli Aysa Qarajimning taqdim qilishida 5 fevral G'ulji voqeasining ro'yidan ilhomlandi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.